Nay, amdan tutdunuz mu? Abdan tutum balam keldingmi? Keldim ana qanqa mijozing ha? Yaxshi balam mijozim. Balam amasa köpüge beyip oltuguna manga. Bo'ldi ana, men aldiraytma, kelaqetim kelib o'ldiray. Canaqsi aldashlab qapana xizmat aldashlik qilgan vaqtda yo'qlab kelamadim, ko'ngil bilamadim ana. Hay ras. Sana ko'ngil so'qilma bir jup yüzükni olgandim ana. Sana ko'ngil so'g'ishqa, meni sana berayam. Bunchula qiymatli meni almagan bo'lsangmi bo'tdi balam. Buni epsamana. Bu qalasam qo'langa momamdan qolgan yüzükim yo'qdirdi. Anglasam Bücüp halqani inimnin to'yish uchun setib ana xarajat qilsa. Voy balam qachon kelding ha? Hozir kelgandim ana. Yo'q kelabman. Seni sig'inib turatdim. Hani bo'lsa kelsa. Voy, sen meda anamni so'g'atlar setib olding deyla. Aka, ko'p baqila. Alana ukamni sana so'g'atlar setib olibdi. Metaqa ko'ynak deyla taqa. Alana sana shunda chiroyli ko'ynak setib olibdi ukam. Kechirgin aka. Nasıl tuzukroq narsa oladigan. Qo'lim sal qisqalab qoldi. Anamning bir jup alqisini to'yamni ishlatganligini bilma. Yasi bir jup alqilib qo'lga solib qo'yay degan. Lekin pulni chiqish qilolmadim. Bu nima degan ukam? Mana tuzut qilishib ketmaylar. Bu sen og'in, xom men alay, o o'xshash. Her ikkimiz bir anaga atmiz qolgan. Bu sen aldın, men aldım, sen aladın, men alamadım deydigan ish yo'q. Sen alsangmi, men alsammi, o'xshash bo'lgandan ukam, tuzut qilishib ketmaylar. Qizilishib ketmasak bo'ldi. Voy balam akam to'g'ri deydi. Men uchun oltin bizimlar ancha muhim emas. Muhimi sizda qayndoshlarning mehr muhabbati, inoqligi. Undaqqa sizlarda mehribon o'g'limning borligi, vafodorligi men uchun eng muhim. Analar üçün boy bilan tang altın tanlagan o'g'il bola bilan bital quruq uzum tanlagan o'g'il bolaning men uchun farqi yo'q. Her ikkinisi ana qalbida vafodor o'g'il hisoblanadi. Rahmat aka, sendek akam bo'lganligidan faxrlanaman. Rahmat ana, meni tushunganingizga. Ko'pdan ko'p rahmat. Hech qisi yo'q ukam. Ata-ona degan bolalar uchun o'tga kirishdimmi, bosh tortib qilmaydim. Ata-ona degan bolalar uchun hammani qildi. Anamningmi, ana baq kela. Anamning o'ylig'ini bolalarim qiyinchilik tortib qolmas ekan, bolalarimni bir xushal qilsam ekan deb bolalar uchun her vaqt kichik kunduz izlanirdi. Anamning bizni tushungani bolalarimning kechagi xatlar tortib qolmasin, qiyinchilikda qolmasin degani. Ana, sen ko'p rahmat. Ukam, anam tamoq etibdi, tamoq yeydi. Nima qilaka?